Ustilari birozgina qarsilldo, ichi bo'lsa juda ham mayin, og'izda erib ketadigan shirinlik tayyorlab ko'ramiz. Shirinligimiz ustki qismi uchun kadayfi xamirlarni mana shunaqa mayda to'g'rab olib, ustidan eritilgan sariyog'ni quyib, pechkada qizartirib olamiz. Shirinligimiz uchun ikki qismdan iborat krem tayyorlab olamiz. Birinchi qism uchun sut qaynab chiqqandan keyin un, saharli pudra hamda shkarlat qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Kremimiz bir xil massaga kelgandan keyin uni xolodilnikga 1-2 soatga sovitishga yuboramiz. Sovigandan keyin qotadi. Uni blender yordamida mayin holatiga keltirib, ustini quyib chiqamiz. Kremimizni ikkinchi qismi uchun slivkani yaxshilab ko'pirtirib olib, ichiga men qulupnay qo'shdim. Har kim xohishiga ko'ra turli xil mevalardan foydalanishi mumkin. Ikkinchi kremimiz ham tayyor bo'lgandan keyin ustiga quyib yaxshilab tekislab olamiz. Bir xilda tekis qilib yoyib olganimizdan keyin xolodilnikga 3-4 soatga yuboramiz. Xolodilnikda kremlar yaxshilab qotib, bir-biriga jipslashib, mana shunaqa rulet holatiga keltirish uchun qulay holatga keladi. Mana konditorlikka hech qanaqa da'voyim yo'q, shunchaki havaskorona tayyorlab ko'rdim. Sizlar ham albatta tayyorlab iste'mol qilib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Mazasi sizlarga yoqishiga ishonaman. Professional konditorlarning ko'zi bilan qaraymiz degan umiddaman. Xato va kamchiliklar hamda vaqtingizga rozi bo'linglar. Assalomu alaykum.